Domla assalomu alaykum. İşlerim yurishmayapti, duo qiling, iltimos etdilar. İşlaringiz inshaalloh yurishadi. Yurishish deganda agar faqat pul, dunyo matosini so'rayotgan bo'lsangiz, menimcha tanlovda adashasiz. İshim yurishmayapti deganda bir o'ylash kerak. Ko'zingiz ko'rib turibdimi? Payg'ambar alayhissalomdan hadis bor. Bir mo'min ertalab turganda, ko'zi ko'rib turgan bo'lsa, qulog'i eshitib turgan bo'lsa, tani joni sog' bo'lsa, Allohni zikr qilayotgan bo'lsa, shu bugunga yegulik bir narsasi bo'lsa, kiygulik, yotgulik joyi bo'lsa, bu odam katta ne'matda deganlar. Ertalab turganda ishim yurishmayapti, falon narsa undoq, piston narsa mundoq deb negativ, salbiy fikrlar bilan yursa, bu Allohning qadariga shikoyat qilayotgan odam. Hali sen yomonlikni nimaligini bilmayapsan ekan. Hali sen bu salbiy narsani hali ko'rmabsan ekan. Senga ko'rsataymi deb ko'rsatadi Alloh taolo. Hadis shariflarda mana shu ma'noga ishora qiladigan ko'p ogohlantirishlar bor. Shuning uchun ko'proq ijobiy fikrlash kerak. Ijobiy fikrda bo'lish kerak. Ishingiz yaxshi inshaalloh. Yomon ko'rinyapti yuqoriga qaraganingizda. Pastingizga qarang. Sizda yo'q ne'matlarga muhtoj bo'lgan odamlarga qarang. Sizda bor ne'matlarga muhtoj bo'lgan. Sizda bor ne'matlar yo'q odamlarga qarang. Alhamdulillah deyish uchun har doim sabab topiladi.